Bismillah, alhamdulillah. Aziz do'stlar, bir oy emas, 20 kun davomida 40 mingta istig'for. Meniki hozir 40 ming bo'ladi, ukamniki 25 ming bo'ladi. Yakunlab qo'yamiz inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah. Astagfirulloh va tubi ilayh. 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 Meniki 40 ming bo'ldi. Faqat mashinada yurgan paytda, bekorchilik paytda aytildi bu narsalar. Mashinada yurganda aytganda shunaqa bir foydali jihat shunaqa ekanki, nima qilmaysan, qoidani buzmaysan, tinch yurasan. Allohning zikrida bo'lgandan keyin Alloh tinch qilib qo'yadi. Shu faqat mashinada. Bu o'zi tasbih, mashinada turadigan tasbih. Mana 30-mayda boshlaganmiz, bugun 19-iyun tugatdik inshaalloh. Hammalaringga rahmat.